Qizlar jo'lla kvartiraga keldik. Xo'jayinim kvartira olganlar, odamlar ishlaydi. Bir xonali uy. Bu yer tualet. Bu yer kuxnya bo'lgan. Кухня. Бер. Гостиная получается. Гостиная, спальня, наверное. Гардероб. Берде балкон. Balkoncha mana bunday. Kichkinagina 21-etajda hozir biz. 25 etajlik uy. 25 etajlik uy. По-моему 27 etaj ekan. Жилой 25. Mana shunaqa go'zal manzara. Mana yerda amur hozir muzlagan. Qizlar jo'lla, hammaga assalomu alaykum. Kelgan bozorligimizni ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa krilo bu, tovuq qanoti. Mana bunaqa 2 kilolik file tovuq go'shtidan oldim. Уже bittasini ochib bugun qovurdik. Ertalab saharlikka qolganidan, наверное, kotlet qilaman, ko'ramiz. Bugun может быть dolma qilamiz. Так. Sливки tort qilishga oldim. Так, bunaqa ko'rsatdim. Sizlarga krem oldim. Krem cheese qilishga sливки bilan tvorожный sirni ko'pirtirib, saharni pudra bilan krem cheese qilib olaman. Tortga yagida ozgina. Bunaqa go'sht oldim. Говядину. Говядина. Mo'l go'sht to'g'riroq. Nima qilamiz bugun? Tak, bu yerda esa orexlar. Mana bu teploning semishga juda ham foydali. Lekin men uncha yaxshi ko'rmayman, xo'jayinim yeydilar. Mosh. Lublo qayish yegim kelib ketdi. Lublo oldik. Islomiyman uyda bormi yo'qmi, yana oldik. Тоже bodom. Bodom, to'g'rimi? Bodom. Mayiz. Kashalaga solishgan kichkina pudrovniy oreshka, qizil. Shu qanaqa frukti qizillar bilsalar aytinglar, qizil. Bu ham orex. Ot isidan chiqdi, keshu. Buni ham bunaqa shirinlikchalar. Yana qizlariga olganlar. Qizimizga. Tak. Конечно, зелень, да? Свежий зелень judayam yaxshi ko'raman. Bunaqa nimalar. Bu anavi finiki. Ochib yeb ko'rdim, shirin shunday. Shunaqa olamiz, faqat весовой olmaymiz. Bilmadim, menga shunaqani ta'mi yoqadi, judayam yaxshi, judayam shirin. Так. Sirlar. Ertalabki nonushtaga, или biron nimaga. Faqat terit qilishga sirlar. Bu yerda огурцы. Ko'p olmadik. Ro'zada kam yeymiz baribir. So'lib qurib ketmasligi uchun fruktlar. Тоже katta nimada olmadik. Apelsin, mandarin 2 xilidan oldik. Bu şeyler qurib so'lamasligi uchun, chunki ro'za paytini faqat
kechqurun yeysan, ertalab yeyilmay qolib ketadi bo'lmasam. Olma. Ularni hozir yuvib qo'yamiz hammasini. Tak. Yana nima bor ekan? Mana xo'roshga oldi. Menda yaxshi ko'radi. Qiz mana bu firma tuzda ham zo'r. Вообще ana bo'lmaydi, ham dirilib turadi. Xo'shkelar. Paket. Qo'shga приправаlar. Ko'rinib garoshib. Ana bu молочкаliklarni bilan молоч qilaman. Chunki готовый молотый перец yaxshi emas nimagadir. Oshga guruch. Oshga guruchimiz bor-da, yana bir kilogina ziyod olib qo'ydik. Tak. Yaxshi ko'rgan tushonkamiz. Har doimgidek. Agar bo'lsak, bunaqa tushonka olmasdan qaytmaymiz, qizlar jonlar. Bundan keyin tushonkamiz. Mayonez salatlarga. Bunaqa kofe qizimizga. Pachkalik. Shunaqa kofe ichirlar. И guruch 5 kilo. Bu nimalarga? Kashalarga, sho'rvalarga. И mana o'zimga kofe oldim. Ben уже açtım kofemni, içtim kecha. Bunaqa kofe. Ben zernovoy ichaman. Kofe mashinkam bor. Bunaqa hidi zo'r. Bozorligimiz bugun qizlar jonlar. Mana shunaqa bozorligimiz bugun. Hozir hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum qizlar jonlar, qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Ro'za tutganlar ro'zalar bilan charchamay yuribsizlarmi? Videoyim sal kechroq chiqaryapman, uzr so'rayman, sal tobim bo'lmay qoldi va ishda hozir bir o'zim qolib ketganman. 3 kishining ishida ishlayapman hozir. To'g'ri 3 kishining ishini qilyapman. Shuning uchun videoyimni vaqtida chiqara olmadim. Telegram kanalimda ko'p so'rabsizlar. Kattakon rahmat, menga juda ham приятный. Men so'raganlarni Allohimni o'zi so'rab, qo'llab-quvvatlab yursin hamma vaqt. Oldingi videoyimda ko'p kommentariyalar o'qidim. Kommentariyalar uchun juda kattakon rahmat sizlarga. Hammasi yoqimli. Конечно, negativniy kommentariyalar ham bor. Biz qaror qildikki, sizlar bilan hayotdan xafa bo'lganlar shunaqa negativniy kommentariy yozadi. Ularga e'tibor bermaymiz. Tilab qolamiz-ku ro'za Ramazon oylarida ularning ham hayoti yaxshi bo'lib ketsin. Allohim o'zi qo'llab-quvvatlasin hammamizni. Bitta kommentariyada o'qib qoldim. Siz nima buncha bunaqa gaplashasiz? Cha hamma narsani cha qilib gapirasiz. Bitta ham gapirishingiz menga yoqmadi. Unaqa deb yozishibdilar. To'g'risini aytsam juda ham неприятный. Bu endi meni nima deydi, Shivadagi tilim, bu yoshligimdan shunaqa gapirib o'rganganman. Afsuski, hech kim buni o'zgartira olmaydi. Shuning uchun agar juda ham gapirishim yoqmasa, qizlar jonlar, ko'rmasdan o'tib ketinglar. Просто ovozini o'chirib ko'ringlar agar ovozim yoqmagan bo'lsa. Ko'pchilik ovozi juda ham yoqimli, gapirishi juda ham yoqimli deydi. O'ylaymanki, haqiqatan ham shunday. Hamma dardimni to'kib soldim sizlarga. Ungacha fruktlarimni yuvib bo'ldim. To'g'rirog'i apelsin va mandarinlarni yuvib savatchaga solib qo'ydim. Korzinkachaga endi esa olmalarimni tozalab yuvib qo'yaman. Fruktlarimni hamma vaqt shunaqa yuvib qo'yaman, chunki yuvilgan tozagina tursa, kim xohlasa olib yeyveradi. Yuvilmagan bo'lsa erinasiz. Yuvilgan toza narsani tez olib yeyish osonroq deb o'ylayman. Qizlar jonlar, sizlarda nima yangiliklar? O'zbekistonimizda уже bahor boshlanib ketgan bo'lsa kerak. Bizda esa umuman bahorni b harfi ko'rinmaydi ham, eshitilmaydi ham. Hozir videoni ozvochka qilyapman. Bizda qor 3 kundan beri urayotdi. Ko'z ochib bo'lmaydigan darajada qor yog'yapti.
sovuq, ну, qanday desam, qish paytidagidek sovuq emas-u, ну, все равно yoqimsiz havo. Уже bahorni judayam kutyapmiz. Qizlarjonlar, o'zida nima ovqatlar qilyapsizlar og'iz ochishga? Kommentariyada kutib qolaman. Yozib yuboringlar menga ham, judayam boshim qotadi. Birinchidan umuman uspet qilmayapman. Hozir ishdan kech qaytyapman. И uyga kelgancha вообще ertalab turib reja tuzaman. Bugun mana shu ishlarni qilaman, mana shu ishlarga ulgurishim kerak deb. Kechqurun uyga kelib, ro'za vaqti o'zi har doim ham shunaqa. Именно manda shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo sizlarda ham shunaqami? Og'iz ochilgandan keyin sillam qurib, umuman ish qilgim kelmay qoladi. Shunga hech narsaga uspet qilmayapman. Bu yerda ham har doimgidek olgan narsalarimni joy-joyiga qo'yib qo'yaman. Sirlarni xolodilnikka, sirlarni har xil sir olaman. Pishiriqqa отдельно sir olaman, kofe bilan ichishga отдельно sir и choy bilan ichishga boshqacha sir. Har xil sirlardan yaxshi ko'raman. И zapaslarimni to'ldirib qo'yaman. Bu yerda orexlar. Ну, og'iz ochishga, og'iz yopishga orexlar juda ham foydali, hamma bilsa kerak. И ko'p narsa yegimiz ham kelmaydi. Shu orex bilan choy ichsangiz ham уже qorningiz to'yib qoladi. Boshqa narsalarni esa idishlarimga to'ldirib qo'yaman. Mosh oldik, mosh sho'rva ichishga. Qizlarjonlar kim yaxshi ko'radi mana shunaqa paketchalarni ochishni? Jinnim suymaydi shunaqa paketlarni ochishni. Bilmayman qanaqa qilib yopib qo'yishim mumkin. Shuncha qiynalib ochib bo'lmaydi. Постоянно yirtaman shu paketlarni. Asabimga o'ynaydi to'g'risi. Qizlarjonlar, ko'p video chiqarmay qo'ydim. Uzr, bu oldin olingan videoyim ro'zani birinchi kunlarida. Shuning uchun nima bo'lmaylar, hayron qolmanglar, nimaga chislolar boshqacha или ko'rsatgan narsalarni yana ko'rsatyapti deb. Ko'rsatgan narsalarim to'g'ri Telegramda ko'rsatib o'tganman. Bironta yangiligim bo'lsa Telegramda bo'lishaman. Hozir Telegramda ham ancha passiv bo'lib qoldim, chunki aytganimdek umuman ulgurmayman hech narsaga. O'ylaymanki, nima deydi, tuzalaman, o'zgaraman deydi-ku, sizlardan uzr so'rayman shuning uchun. Orexlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bunaqa prozrachniy bankachalarga solib qo'yishni, aralashtirib qo'yaman. Chunki har xil orex yegim keladi, kofe bilan ayniqsa. Chiroyli qilib solib, aralashtirib, taxlib qo'yaman. Hamma narsa joy-joyida turishini juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar ham bilasizlar buni. Qizlarjonlar, kremim tayyor. Qaranglar, qanday chiroyli krem. Если что, retsepti boshqa videolarimda bor, ko'rib olasizlar. Hozir mana bu nasatkaga kirgizamizda, krem solib, tortni bezashni boshlaymiz. Qizlarjonlar, 12 ni qilib oldim endi. Endi bezashga o'tamiz. Hozir свежий ягода и pechenkalar bilan tortni bezayman. Bu tortimni ishxonamdan kuxnyada ishlaydigan Natalya degan nimam bor, ishchimiz bor. O'sha kishi qizlarini tug'ilgan kuniga zakaz qildilar. 12 ga kirgan, shuning uchun tort qilyapman. Tortim juda ham chiroyli. Oldindan aytib o'taman, oldin emas, to'g'rirog'i. Davno уже yeb bo'ldilar. Rahmat kattakon, juda ham shirin bo'libdi, og'izda eriydigan bo'libdi dedilar. Shuning uchun o'zimizga uyga ham qilib oldim, qizlarjonlar. Uyga birinchi, ikkinchi ro'zani kunlarini tortcha qilib, Telegramda ham bo'lishib o'tdim. Kimdir qizlardan yozibdilar, 3-tortda 3-sifrasi qani, 3-kun ro'zani kunida deb. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p vaqt ketadi. Xamirni qilish, korjini pishirish, keyin krem bilan bezash. Men juda ham yaxshi ko'rganim bilan bunaqa ishlarni, lekin uning uchun ham vaqt ajratish kerak qizlarjonlar. Uni juda ham yaxshi bilasizlar, mendan ham ko'proq. Shuning uchun uzr, 3-tort yo'q. Вообще, ro'za vaqtlari qizlardan Telegramga ham yozganlar, uylaringizda qanaqa qilib bezaysiz, nimalar deb. Hech qachon uyga bezishga narsa olmagan ekanman qizlarjonlar. Endi olaman, xudo xohlasa. No, men uchun ro'za oyida xonadonimizda har xil shirinliklarni hidi, isi, pishiriqlarni, har xil ovqatlarimizni dasturxonni bezatishim, shuni bayram tariqasida. Вообще ro'za
bayram tariqasida qabul qilaman. Juda ham kutaman ro'za oyini. Juda ham nimagadir odamzod poklanganday bo'ladimi bilmadim. Menda shunaqada, bilmadim sizlarda qanaqa. Ro'za oyini juda ham kutaman va boshqacha oy deb hisoblayman. Haqiqatan ham boshqacha juda ham aziz va muqaddas oylarimizdan biri ro'za oyi. Shuning uchun bu naverni qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi-ku, shunaqa narsa bo'lsa kerak. Juda ham svejiy gullarni yaxshi ko'raman. Bayramlarda, ro'zalarda. Lekin bizda gullar juda ham qimmat turadi oxirgi vaqtlar. Svejiy gul emas, qanday desam sizlarga, kesilgan gul emas, tuvakdagi gullarni ko'proq olishga harakat qilamiz, chunki bayram o'tgandan keyin tuvakdagi gullar umrbod qoladi. Yaxshi parvarish qilsalar, shuning uchun shunaqa qarorga ham kelib qolamiz gohida. Sizlar bilan gap berib tortlarimni ham pishirib oldim, qizlarjonlar. Uyga ham mana shunaqa tortcha pishirib oldim. Qizlarjonlar, bugun mana bu sunduqni bo'yashim kerak, kraska qilishim kerak. Bir şey yoqmayapti to'g'risi. Kraska qanday bo'laman bilmayman. Hatto bесцветный kraska olganmiz. Shuni bugun kraskalashim kerak. Qizlarjonlar, bir sloy o'tib chiqdim. Kechqurun yana bitta sloy o'taman. Buni yaqindan ko'rsatay sizlarga. Qizlarjonlar, garajda bo'yagan sunduqimni oxirgi konечный etapini ko'rsatmoqchiman. Odamzodning qo'li juda ham gul. Birinchi oq sloy o'tdik, keyin sariqqa bo'yadik. Mana bu esa har xil naqshlar, bu специальный клеевой bumaga zakaz qildik. Отдельный firmadan mana shunaqa chiroyli sunduq qildik. Bu 8-martga. Bolajonlarning utrеннигiga, tam teatralniy ssenariyga kerak bo'ladi. Biz esa sizlar bilan hozir qozon izlashga magazinlarga ketamiz. Marhamat, birgalikda tomosha qilinglar. Qizlarga обещать qiluvdim, har xil bo'lgan magazinlarimni ko'rsatib o'taman, narxlarini ko'rsatib o'taman deb, o'zimga yoqqan qozonlarni ham narxini ko'rsatib o'taman qizlarjonlar. 2 kun aylanib va nihoyat hech qanaqa qozon ola olmadim. Chunki menga yoqqan qozon juda ham qimmat, чересчур qimmat. Menga yoqmagani esa bu narxga arzimaydi deb hisoblayman, bilmadim hali. Poyezddaman izlab holi o'zimga yoqqanini olishim kerak. Birdaniga sizlarga har xil qozondan tashqari har xil o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni ham ko'rsatib o'tay dedim. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat, tomosha qilishda davom etinglar.
Qizlar jo'lla paka magazinini aylanamiz. Hozir bir mavzuni ko'tarmoqchi edim. O'tgan safargi videolarimda Faberlic haqida gapirib o'tgandim. Yodimda yo'q, YouTube'dami или Telegram'dami kommentariy qoldiribdilar. Bu yolg'on gap, uyda o'tirib pul topib bo'lmaydi deb yozgan ekanlar. O'sha narsaga javob yozganim yo'q, shuni aytib o'tmoqchiman. Lichna o'zim ko'rgan, o'zim bilgan odamlarni mana shu kasb orqali uyda o'tirib dekretniy отпускada pul ishlagan odamlarni bilaman. Именно shaxsan o'zim bog'chada ishlaganimda, bog'chada vaspitatel bo'lib ishlaganimda bir onachamiz bor edi. Shu ham shunaqa ish bilan shug'ullanishni boshladi dekretda. Esimda, hammani ham hayotida bo'ladi, bu aybli narsa emas. Shu qizchasini mayli gruppamga olib kelardi. Qizchasini kiyimchalari, даже ichki kiyimchalari yirtiq, bir qanaqadir kiyimchalar, eski kiyimchalar bo'lardi-da, birortadan olardim, endi bilmadim ish qilib. Bu normalniy holat, bo'lib qoladi hammada ham. Mana shu ayol hozir qizi masalan menga yasliga olib kelgan bo'lsa, 2 yosh bo'lsa qizchaga, hozir qizcha 4 yosh, 2 yildan beri, 2 yil ziyodroq ishlayapti ekan. Hozir o'zini sayti bor, o'zi tovar sotadi, o'zi даже malaka oshirib Moskvalarga borib keldi. Malaka oshirib yana qanaqadir davlatlarga, mamlakatlarga borib keldi. Shunchalik ko'tarildiki, hozir har 3 oyda za granitsalarga borib aylanib keladi. Har xil joylarga borib dam oladi. Har xil nima deydi, ko'rgazmalar, ko'rsatuvlar, shunaqa joylarga borib o'zini saytda reklama qilganlarini ko'rib shunday xursand bo'laman-da. Bu bo'lmagan narsa emas, bu bo'lgan narsa. Shuning uchun bir narsaga agar kirishsangiz, o'sha narsa yurishmay qolsa, значит, bu yolg'on gap ekan deb qo'yish kerak emas. Oxirigacha borish kerak, oxirigacha o'z ustida ishlash kerak odam deb o'ylayman. Hammada bo'ladi, nima bizda bo'lmagan deb o'ylaysizlarmi? Masalan, bir ishni boshladi, sal o'xshamay qoldimi, bu meniki emas ekan deb tashlab ketdi, значит sizda nima deydi, nima desam sizlarga, intilish yo'q. Intilish bo'lmagan joyda hech narsaga erishib bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu fikrimni aytib o'tmoqchi edim qizlar jo'llar. O'ylaymanki hech kimni xafa qilib qo'ymadim. Prosta bor narsalarni aytib o'tishga to'g'ri deb o'ylayman. Kimda kim agar uyda o'tirib pul ishlamoqchi bo'lib, shu narsani qilmoqchi bo'lib, niyati bo'lsa, xohishi bo'lsa, intilishi bo'lsa, nimaga yo'q? Qilib ko'ringlar qizlar jo'llar, o'zlari sinab ko'ringlar. Hozir aylanib yurgan magazinimiz bu bizani Posuda sentrimiz. To'g'risini aytsam, davno bo'lganman, juda davno. Shunchalik chiroyli, shunchalik nima deydi, juda ham menga yoqadigan narsalar ko'p bu yerda. Nima deydi, magazinda yashaging kelib ketadi-da. Juda ham chiroyli, narxlari ham boshqa magazinlarga ko'ra arzonroq ekan. Nimagadir o'ylardim Posuda sentrda hamma vaqt qimmat deb, shunaqa oldingi anavlardan qolib ketgan. Xo'jayinim, yur o'sha magazinga ham boraylik, Posuda sentrda arzonroq bo'ladi dedilar. Shunga keluvdik. Narsalarni, nima deydi, raznoobrazniy narsalarni ko'rib, vashi juda ham yaxshi ko'raman. Bilmadim sizlarga qanday, Posudani juda ham yaxshi ko'raman. O'zimizga uyga placematlar oldim. Placematni arzondan olganim yo'q, yaxshisidan, kачестволigidan oldim. Chunki uyga olgandan keyin yaxshi narsa olish kerak deb o'ylayman. Bu o'zimizga-ku. O'zimiz bir marta hayotga kelamiz. Shuning uchun sharoitingiz bo'lsa, nima uchun yo'q. Qizlar jo'llar, sizlarga narxlarni ham tushirib o'taman. Bu yerda narxlar bitta tarelkaga, bitta kosachaga qo'yilgan narx, ular arziydi deb o'ylayman. Juda ham chiroyli. Hozir modniy-ku, oldin servis qilib olsa, 6 tadan, 10 tadan qilib olsa, hozir masalan men o'ylayman, hammasini bir xil qilib olish shart emas, chunki nima yo'qsa o'zingizga masalan 2 ta или 4 ta qilib olsangiz ham bo'ladi, almashtirib qo'yaverasiz. Ne обязательно hammasi bir xil posuda bo'lishi kerak. Chunki har xil sezonda har xil posudalar chiqadi.
nimadir hammasidan olging keladi gohida. Mana bu kurishkachalar 8-martga sovg'aga juda ham chiroyli. Bular ham bitta korobkachada bittagina chayniy naborcha shuncha turadi. No bularni sifati, конечно, boshqacha. Stakanlarni, krujkalarni har xil, turli tuman xili bor. Mana bunaqa dеревянный shtuchkalar ham menga juda ham yoqadi. Narxlari ham boshqa magazinlardan ko'ra arzonroq ekan. Boshqa keyingi safar shu yerlarga kelib shunaqa narsalardan olishga o'zimga o'zim qaror qilib qo'ydim, xudo xohlasa. Endi esa 3-4 ta magazinni aylanib menga juda ham yoqqan qozonchani ko'rsatmoqchiman. Albatta narxi juda ham baland. Mana bunaqa duxovka qo'yiladigan qozonchalar ham bor. Zapekaniyaga. Mana bu qozon, конечно, juda ham yoqdi menga, qizlarjonlar. O'zim xohlaganday oppoq. No narxi 10,000 rossiyskiy rubl. No 10,000 ga bilmadim. Menimcha juda ham qimmat. Shuning uchun o'ylashga qaror qildik. Ozgina o'ylab keyin balkim olar biza. Может, olmasman. Chunki bu narx juda ham katta deb o'ylayman. Ikki mana bunaqa qozonchalar ko'rdim qizlar. Bu nima desam, chugunniy qozonni emal bilan qoplangani. Kimda kim agar shunaqa qozoni bo'lsa, yozib o'ringlar qanaqa ishlatilishida. Juda ham og'ir, lekin chiroyli ekan, yoqdi menga. Mana shunaqa kelib olarman, ko'ramiz, xudo xohlasa. Duxovkaga zapekat qilishga har xil formachalar ko'zimning ostiga olib qo'ydim. Ayniqsa mana bunaqa qora, oq, har xil razmerda bor. Xudo xohlasa kelasi safar shulardan ham olib ketaman. Qaror qilib qo'ydim o'zimga. Qizlarjonlar, kuni bilan bozor magazinni aylanib, og'iz ochish vaqtiga ham ulgurmay qoldik. Shuning uchun kafega kirib shashlik oldik. Bugun og'zimizni o'zimizni nima deydi? Natsionalniy deydimi, bilmasam, shashlik bilan og'zimizni ochishga qaror qildik. Agar kimda kim bizga o'xshab ovqat yetgan bo'lsa, yoqimli ishtaha, kimda kim ro'za tutgan bo'lsa, ro'zalari iloyim qabul bo'lsin. Hammamizga Allohim kuch-quvvat bersin. Men esa tortimni qanchalik muloyimligini, qanaqa chiroyli qilib kesilishini ko'rsatib o'tyapman. Bizga yoqimli ishtaha. Qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Qozonga nimaga skоворodkaga boruvdik. Olishga lekin ololmadik ular, chunki menga yoqqanlari juda qimmat, menga yoqmaganlari menga yoqmaydi ular. Bunaqa nimalar oldik, podnoslar oldik. Uyda podnoslarimiz qolmagan уже. Tort pishirib yuraverganman, odamlarga bilmayman, qaytarib bermagan. Bunaqa. Keyin mana bunaqadan ikkita. Oddiy ham chiroyli. Bu qo'lda kachet qilishga bolalarga. Bunaqa salfetkachalar oldim, qizlarjonlar. Shular bilan nimalarni artsa tozalab artadi deydi. Yuvishlar ham, tozalash ham, yuvish ham oson. Chunki menda anaqa bor. Mayda kislorodniy очиститель bor, toza qiladi oq narsalarni. Mana bunaqa plasmaytlar oldim. Stolga. Menimcha bu tomonni ham qo'ysa bo'ladi. Bu tomonni ham qo'ysa bo'ladi, bu tomonni ham qo'ysa bo'ladi. Mana bunaqa oldim, bellani. Bu silikonoviy massaj qilishga bo'ladi. Bellani mana bunaqa podnos oldim. Cho'ta olgan paytimiz to'g'ri edi o'zi, qiyshiqqa o'xshabdi. Mosh sovuqqa qotib qolgan. O'z ustiga yuk bosib qo'yaman. Ko'ramiz. Mana bunaqa shvabra oldim. Men uni qo'yish mumkinmi yo'qmi tepaga. Bunaqa katta shvabra oldik. Sport zalimiz juda ham katta, uzun. Shuning uchun mana shunaqa nima bilan shvabra bilan tez yuviladi deb shunaqa shvabra oldik. Uzun kaltaliga regulirovatsiya qilinadi. Hamma shvabralarda. Qizlarjonlar, keyin bunaqa kartinkalarga ko'zimiz tushib qoldi. Qaranglar, bunday qilsalar har xil bo'ladi. Oldin shunaqa narsalar bo'lardi. Mushukchalar.
Senga qaraydi, chetga qaraydi. Только bittagina olmoqchi edik. Nimagadir ko'proq olib Xolodilnikka qo'ysalardan bo'ladi. Magnitli orqasi. Mana shunaqa narsalar oldik.